Mashina ichiga keyingi videoda xudo xolasa bitta ham zakaz qilsa, pul kalitli bir Qilib beraverasizlarmi? Albatta. Zo'r. Ayollar uchun seyf bo'ladi-da bu. Hali erlaringizdan pul olsanglar, ozgina 5-4 so'm olib turib, olib kelib solib turib, kalit shuni bekitib turib yutib olsanglar. Zo'r. Nima? Qanday bu? Qayerga sensor qo'ydingiz? Aytmayman, uni aytsam mebelni Siz meni hayron qoldiraman degan narsa nimashimi? Yo'q, bu birinchisi. Gapiringchi, bir arzonroq qilib gapiringchi. Zo'r qarsa sizga like deb bersin obunachilar. Ayollar ham qila olmaydigan dizaynni oshxona mebelchilar mana chiroyli qilib qo'yadi. Bozorda yurib ham hayron qolaman. Buni qarang, mana bagimalarni eng tagiga kattasini qo'yib, mana qilib jup-jup qilib qo'yib qo'ygan. Ha, Odiljon. Qoplaysizlar sizlar. Eng zo'ri oshna menga qanaqadir o'zi akril ekan, молочный rang qanaqadir yoqadi menga. Молочный bilan qora bo'lgan juda ham skromniy chiqibdi bu ish ham. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Men bugun Andijonda Bo'taqarasiga kelganman. Qadrli obunachilar, bugungi videomizda shunaqa chiroyli bo'lgan oshxona mebellarni obzoriga kelganman. Beqaror kelinglar, mayda bahaybat mebelimizni ko'rishingiz mumkin. Usta Odiljonda yoniga kelganman. Odiljon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Charchamayapsizlar? Ishlayapsizlar? Mebelni nima qildingiz, Odiljon? Yasab tayyor qilib qo'ydik. Bunaqasini faqat sizda ko'rdim, bunaqa uzunini. Xudo xolos. Bundan uzunlari ham bor. Ha? Qaranglar, qalay chiqibdi? MDF materialda bo'lgan-a? MDF, Krashin MDF. Zo'r. Kam bo'lmaydi, Odiljon. Endi bu mebellarimizni eng arzonlaridan xalqimizga bir qator sekin bir chekkadan tushunarli qilib, lo'nda qilib obzorni qilib bersangiz, Odiljon. Xo'p. Eng arzonini ichkarida dedingiz. Mashina ham bormi? Yo'q, bu yerda pagonometriga da endi bu yerda ichkarida tayyor holatga ham kelishsak bo'laveradi. Yaxshi, ashini birinchi ko'rsataylik. Yuring, Odiljon. Undan tashqari, Odiljon mana endi perxushka ham qilib beryapsiz. Ha, bu shogirdlarga qilib qo'ydim, kiyim ilib turadi deb. Voy, kiyimlar. Kulturniy bo'lib ketibsiz, kuchayib ketibsiz. Ha, qadrli obunachilar, yaxshi kayfiyatda biz video syomkani boshladik. Siz ham yaxshi kayfiyatda videomizni oxirigacha kuzatasiz. Xudo xolasa siz uchun qiziqarli, kerakli ma'lumotlarni beramiz. Videomizni boshidan bittadan like bosasizlar. Like mutlaqo tekin. Sizlarga bizni shu Odiljonda ustakalarimizni ishlarini yurgizishga foyda beradi xolos. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Like bosganlarga mana oshxona mebelni go'zal. Kichkinagina qo'g'irchoqdek qilib qo'yibdi. Mashina menga juda ham yoqdi, Odiljon. Xudo xolasa oshxona normallik bu ham, jali kichkina ham emas, uzunligi 3.40, balandligi 2.35 qilingan. Xo'p, moyka, simisitel, bu yerda mana sushulkasi bor. Bu yerda mana qoshiq paddonlar qo'yilgan. Tayyor holatda gaz plita, kontrolkali, vitishka, Vesta firmaniki, xudo xolasa hamma yo'g'i PVX kromka qilingan, stolishnica zavodskoy. Bu tarafiga xaladelnik, ham xaladelniklarning tepasini ham ko'raverasizlar. Bu yerda bollari bor, bollariga joy, shuning uchun orqalariga DVPlarni qo'ymaganmiz. Bu tarafiga gaz balon solgan shkaf qilganmiz. Mana. Tepasiga dasturxon, sochiq soylanadigan qilib, taglari gaz balon solsa bo'laveradigan qilib berganmiz. Go'zal. Qo'g'irchoqdek qilib, cho'tka qilib qo'yibdi. Hali skromniy, bunaqa katta emas, kichkina emas, zo'r. Rossiyskiy laminat, kirana shifonniki 100%. Xudo xolasa o'zimizni O'zbekistonniki, Andijonniki emas. Behijolat orqalari ham oshda mana 1.20 kafel choki kamidan qo'yganmiz. Butunidan Xitoydagi glansivisidan foydalangan. Simisitillarni mana tayyorlarini ham ko'raverasiz. Orqalari ham temirligidan qo'yganmiz simisitil. Temir ekan? Temir ekan. Nimaga foydasi bor endi? Buni ham gapirib plasmassa bo'ladi-da, sinib qoladi buralganda. Asosiy ko'proq turib yuk tushadigan shu juda. Nomni qilib ishlatmaydi hech kim. Shunday tortadi, shunday qaytaradi. Mashina tortganda endi sinib qoladi tagida. Tagida kuch keladi tagiga. Zo'r. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Albatta. Mabodo simisitil olayotganda tag temirligidan olasizlar ekan. Odiljonning mana maslahat. Xo'p. Kontrolkali gaz plita, Monaf firmaniki, behijolat, dohlizi garantiya qog'ozlari shu yerda. Xo'p, bu oshxona mebelimiz balandligi 2.35, uzunligi 3.40, narxi 5.500.000. Bitta uy egasidan bo'lgan. Qolgan narsalar mendan. Mo'ka grant mendan, gazi bilan vitishki uy egasidan. Uy egasidan. 5.500.000 ga 3.40 li mebel, balandligi ham 2.30. Kalta emas. 2 metr 2.10 emas. Menda shunday metrda olib kelasiz, shunday qo'yasiz. 2 santimetr ham adashmayman. Chestni aytaman. Sabab chestni o'ynayman. Zo'r. Yaxshi.
Ko'raveradi. Buni oshimoshlari ham vakuumli ham. Vakuumli, behijolat. Buni sushilkasi ham bonusmi? Bonus. Qo'sh paddoni ham bonus. Qora sertifikati bor, qo'sh paddondan qo'yganmiz. Yaxshi. Qadrdonim, opam, singlim, akam bitta like bosib qo'ying, iltimos. Xo'p, keyingilar. Bu oshxona mebelimiz balandroq 272 sm ga chiqqan yerdan 272 sm turgan holati. Bu tarafi 280, bu tarafi 368. Zo'r. Bu joyda derazasi bor. Derazaning eshigini shunday ochuvdik. Bunga qadalib olyapti, olib borsak. Mostalishnisaga qadalib olyapti-da. Buni pastroq qildikda, buni tagiga utuplitelini, kabel, sabel, shlanka, planka, ligirovka, dachi-patchilarga joy qildik. Ikkitali polka qo'yilgan oshdan hamma yo'g'iga. Endi misol men o'zim qilgan ishimni bir ko'rsatishim kerak-ku xalqqa. Ko'rsatingda Odiljon, ko'rsatishingiz uchun kerak. Materialdan ayoq bo'lmagan, hamma yo'g'i bemalol xohlagan eshigingizga chiqarasiz. Bu osil beradi desam qo'lim sig'maydi-da, bo'lmasa tepaga osil beraverardim. Zo'r, mana yonboshda kromkalari ham apparatda bosiladi, Odiljon. Korpuslari ham agar ko'chirib olsanglar bekarga beraman. Tindadi. Ha, tindadi. Endi pichoqni olib kelib ko'chirib hamma Narsani ham tekin ekan deb turolmasa. Tindadi ko'chirib olsanglar bekar ekan. Lekin ko'chiradiganlar bo'lishi mumkin, Odiljon. Endi men ham tindag'ini olib ko'rsataman. Rezinoviy kromka mana g'aladonni bu chekalari ham rezinoviy kromka. Xudo xolasa xizmat qiladigan vakuumli. Vakuumli 100%. Mana, sekin itarib bo'lsalar o'ziga ketadi. Xo'p, derazadan keyin gaz plitani vitishga joyladik. Bu joyiga moyka, grand, sushulka, qo'shib paddon qo'ydik. Endi bu ish katta-yu, ko'tarib olib borsak, uni kesib, naqiganda ashaga borib butun qo'yib turib, ligirovkalarni ko'rib, keyin kesib beramiz deb kesmadik hali. Zo'r, Odiljon, mana bu narsa doim haligi so'rayman deyman. Bu narsa mana shunda turadimi yo oborasizlar? Uyga olib boramiz. Oboriladi. Biz o'zimizga ligirovkalarni joy tekizlagan holatda qilganmiz-da buni. Juda ham O'zimizga chiroyli. tekizlab olaylik degan holatda. Xudo xolasa bu joyga men duxovka tagi mikrovalnovka ham tushaveradi. Katta qilganmiz tagini. Duxovkasini razmerini o'lchab hamma yo'q originallarni ishlatdik. Ruchkasi ham mana shu 14 ming so'mlik ruchkadan quyma temir ruchka qo'ydik, plastmassa emas. Zo'r. Burchagini ham sekret burchak qilganmiz. O, ichkariganmi? Ichkariga kirib ketaveradi. Uzun ekan-a, bu yog'i ham kamerada Bir yo'ldan ham chiqaradi. Tepalari antresol bo'lgan. Mashina ichiga keyingi videoda xudo xolasa bitta ham zakaz qilsa, qulib kerakli bir narsa Qilib beraverasizlar. Albatta. Zo'r, ayollar uchun seyf bo'ladi-da. Bu hali erlaringizdan pul olsanglar, ozgina 5-4 so'm olib turib, olib kelib solib turib, kalit shunday bekitib turib yutib olsanglar. Ko'rinmaydi. Bu joyga xolodilnik tepasini ham mana chuqur qilib berganmiz. Xudo xolasa behijolat oshxona-moshalarni ham originaldan qo'yganmiz. Prostoy emas. Materiali akril material, kashtan imamniki, turistik akril, stalishni esa 308 lik glansivistdan, matviy emas. Ham bo'lsa 4 sm ekan-a? 308 bo'ladi. 4 shunaqa deyilaveradi. O'zi asli razmeri 308 bo'ladi. Bu joyni ham endi bu tepa granitini bosib qo'ydim. Buni olib turib, tagiga buni bosib chiroyli 8 bo'ladi-da. ishlab beraman. Endi hali sanuzel ham qilyapmiz, oshna mebeldan tashqari deydi-yu. Endi supu chachinamasinga qilib beramiz endi mashinalarni akkuratlik qilib. Juda ham go'zal. Narxi 1 pagana metrini 3 million 200 ming so'mdan qilib berdik. 3 million 200 ming so'm. Balandligi nechi? 272. Salkam 3 metr. 3 metr. Xo'p, gaz vitishga, mo'yka, gran sushulga qo'shib paddon bilan 6,5 metr joyi 24 million so'm bo'ldi. 20 Hamma yo'g'i mendan. Kafel, granit. Hamma yo'g'i sizdan. Mana shu ko'rinib turgan ikki narsa mendan bo'ldi. 24 million so'mga o'zimiz Andijon Jalaxudukka olib chiqib dastavka ustanovka qilib beramiz. Biz bo'ynimizda bo'ldi. Yaxshi, Odiljon, endi biz endi har xil viloyatdan kuzatishadi-da. Shunga qayergacha olib borib o'rnatib bera olasiz? Qoraqalpoqqa o'rnatib bera olaman. Ha? Eng uzuni shu-da bizga. O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz. Endi misol dastavkasi Andijon bo'ylab bizdan. Qolgan joylarga bo'lsa kelishilgan holatda qilib beramiz. Zo'r, Odiljon. Toshkentga, Samarqandga, Surxondaryoga jo'natdik, Termizga jo'natdik. Endi o'zlari ustanovka qilib olsa, kichikroq ishlar jo'natdik. Mana misol bunaqa katta ishlarni yiqqan usta yig'sa yaxshi bo'ladi. Chunki hamma yo'g'ini o'zi biladi, chunki disp qayerdan ulanyapti, mol tepa korpusing qayerdan ulanyapti, o'rtani shunday ajratib oladi toshdan hozir.
Bu yer turibdi-yu. Bu yer bilan bu yer отдельно. Mana ulangan. Bu yoqdagimi usta bilmaydi-da boshqa usta. Metr qo'yib bitta qimillasa bilinadi-yu. Katta ish bo'lsa demoqchi bo'lganim, haliga men o'zim o'rnatib olaveraman, necha pulga qilib berasan deb odamlar narx bilgani ham telefon qiladi. Shuning uchun aytyapman, bitta usta bo'lsa, ashin bilan gaplashsa, o'zi olib borib o'rnatsa, o'zini ishini o'zi biladi-da. Zo'r. Yaxshi. Aloqaga chiqaverasizlar, demak, O'zbekiston bo'ylab xizmat qilar ekan. Endi men qarashda, menga bir yangilik kirit deydi. Yaqinroq boring, svet yonadi. Bu? Men hech nima qilmadim. Bo'ldi, endi 5 minutdan keyin o'chadi. 5 minutdan keyin o'chadi. Zo'r. Nima? Qanday bu? Qayerga sensor qo'ydingiz? Aytmayman, uni aytsam u mebelni Siz siri. meni hayron qoldiraman degan narsa mashami? Yo'q, bu birinchisi. Bu nima endi bu? Bu oshxona mebelini qilib beruvdik. Oshxona mebelini yanida joy qoluvdi. Endi qandaydir uy egasiga yoqmadi. Shunaqa narsalar, magima, bu tarafiga misol gul pul, sun'iy buni chiroyli narsalar qo'yib olaman degdi, qilib berdik. Bundan tashqarida shkaf, perexoshkalar, shu uchog'ini qilib bergan, ularni ham ko'rsataman. Narxini keyin uchog'ini bitta kelishganmiz, bitta aytaman. Balandligi 275, eniga 125 bo'lgan, 130 bo'lgan. PVX kronka 100%lik, kalyonli oyna, profildan tayyorlangan chekalari. Ani sinadimi bu oyna? Bu oyna sinadi. Bu oyna. Ali biz endi chet elda Koreyada ishlaganman, Koreyada bordi, sinmaydigan oyna. Yelim aralashgandirdi unga. Ha, plasmassa bunday qarashingiz ham sinmaydi. Yelim aralashgan, bular oyna. Qolganlariga qo'shib ko'rsatamiz, ularni perexoshkalariga qo'shib narxini keyin bitta qilib aytamiz. Zo'r chiqibdi. Buni endi hozir oq qilsa ham juda ham chiroyli chiqadi. Material. Ha, uni rangi maloshniy. Maloshni yoniga qildik. u ham ajrab chiroyli turadi. Devorning rangiga mosladingda buni. Zo'r. Endi mana perexoshkalar bor. Assalomu alaykum. Men mana shu kesib beraman, mana shu. Assalomu alaykum. Aka, siz? Yo'q, hali ketyapti aka. Endi YouTube'da ko'rasiz o'zingiz. Hop. Bu perexoshkasi bor, shkafi. O'rtasiga kiyim ilaydigan qilib turmacha. Aldagan ekansiz-da siz. Shogirdlarga qilib qo'ydim. Mana endi obzorni qilib tushuntiryapmiz oshdan. Zo'r. Bu tayyorlarni polkali oyoq kiyimga mosladik. Tepalariga kiyimlaydiganlar qo'ydik. Tepalari chuqur. Alhamdulillah. Bitta o'zi hisob bo'laring oshdan. Rahmat. Bu joyga mana tanday rolik qo'yib berdik. Tagi qo'yilgan tanday rolikdan. Bu yerda ham hali ish tugatganimiz yo'q. Uchkalari ham chola hali. Video ish ustiga kelib qoldi oshdan. Yaxshi. Menga bemalol o'tirib turib oyoq kiyim kiysa bo'laveradi. Unisi nariga. Ha, bunimi? Ha, nariga. Bunisimi? Ha, ashunga o'tirib olaverasiz. Ha, buncha balandroq ekan. Ha, bu Ispaniya xonasining ichiga. Ha. Shunga manaqa diod ledlar qo'ydik. Bu tarafiga ham ledlar qo'yib berganmiz. Bu ham oshdan oddiy haligi dilalikka qatirib berdi, unaqa emas. Orqa ham laminat, oldi ham laminat. 608 dan material kesib qo'ydik oshdan. PVX kronka ikki taraf. Ikki tomoni ham. PVX. Zo'r. Ular ishdan boshqa bo'lmagan. Narxni aytaman klientlar, hali har doimlar o'zi obunachilar ko'rib bilaveradi. Bu yer perexoshka, bunga ham bu yerlariga kiyimlaydigan qilib beramiz, tayyorlarga material qo'yib beramiz. Hali tayyor emas ekan. Tayyor emas bular. Tepa tayyorlarni qarang, shu chuqurligi ham 60 sm-da. Zakazga qildirsanglar shunaqa bo'ladi, qadrli obunachilar. Icha qimmatroq bo'ladi, lekin maza qilib ishlatasizlar. Bunaqa pulkalar hadam qo'yishmaydi-da. Mana shunaqa. Bozorga borsangiz, misol 38 da chuquri. Bu 50-60 o'lyapti. Nech pul endi? Hamma komplet, ichkaridagi bu ikkovi bo'ldi. Uchovi $1100 ga dastlabki ustanovkasi bizdan bo'ldi. Qilib beradigan bo'ldi. PVX 100% lik kronka. $1100. Zo'r. O'yinlari ham farsit ochilgan. Xo'p. Trendli oshxona mebelimiz. Manaqa kim qila oladi mana uni? Voy, bo'lmadi-yu. Xo'p, davom etamiz aka. Odiljon? Davom etamiz aka. Bo'ldi, xo'p. Bu oshxona mebelimiz balandligi 2.35, uzunligi 3.40, 4 metr joyga xaladenligi bilan tushadi. Moyka, semisitel. Bu joylarda sushulkalar qo'yilgan. Bu joylarda mana qoshiq paddonlari qo'yilgan. Xo'p, duxovka.
gaz plita, vitichka, bu tarafiga mana gaz balon solgan shkaf qilganmiz. Tepalari ko'pgina polkali. 3 talik polka. Sochiq, dasturxon, shunga o'xshash narsalar solsa bo'laveradigan. Akril material Turetskiy kashtan emandiki, stolishnicasi 2.6 lik glansivistdan qo'yganmiz. Zo'r. Mana bu material qadrdonlar, mana shu material menga juda ham yoqadi. Zo'r. Hali bu Odiljon 1-2 yilda, 3-4 yilda shilinib qanaqadir xuniga chiqib ketmaydimi? Yo'q. Namlatida artilaveradi. Artilaveradi. Oynani singanida orqalari ham mana 1.20 lik granit qo'yilgan. Choki yo'q. Uzun granit qo'yilibdi bunga. Barni stoyka. Barni stoyka. Отдельный tema bu. Shunaqa narsalarni bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Tepada ledlarga ham bitta ahamiyat berasizlar. Xo'p, nech pul endi? Odiljon pulini gapiring endi. Bizga puli qiziqda. Puli 10 million 500 mingga beraman. Turishini. Hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. Gulini, mevasini olib qolamiz. Suv bilan. Ha, bitta suvni olib qolaman. Bo'pti. Akangiz bo'lmadi oshna berib yuborgan. Suvni. Hamma yo'q mana shu instrumentlari ham hamma yo'q. Bitovo texnikasi, misol, duxovka, gaz, vitichka, movka, gran, sushulka, qoshiq paddonlari hamma ichida qilib beraman. 10 million 500 ming. 10 million 500 ming. Necha metr? 4 metr joyga halidaynligi bilan tushadi. Mebel dozi 340. 340. Zo'r. PVX krom 100% ruchkalariga ham e'tibor berib qo'yasiz. Quyma ruchka. Plastmassa emas. Ting etyapti. Ting. Ajoyib. Chuqurligi necha? Chuqurligi 60, tagi 45, shkaf ham 45. Tepasi-chi? Tepasi 30. Mana qa chuqurligini aytyapmiz. Yaxshi, Odiljon. Xo'p, endi bu bahaybat ishimizga o'tsak. Bo'ldi. Bu qayerga qilib berdingiz kasi? Boyvachcha qoldingiz. Yo'q. Indamay qo'yaveramiz, ha? Yo'q, o'zimiz Quvaga, Ha? Farg'ona viloyati, Quva tuman deydimi? Quvaga qilib berdik. Balandligi 280, uzunligi 3 metr, 650. 650. Havas qildim lekin. Akajon. Bu joyga duxovka, mikrovalnovkaga joy qildik. Bu yerga movka, smart movka, funksiyalik. Wow. Bu joyda mana qora sushulka qo'ydik. Bu joyga mana musor paqir qo'yib berdik. Shoshilmay ko'raverasizlar bu mebelni, qadrli obunachilar. Shoshilmanglar. Ruchkalari ham quyma temir ruchka oshna. Mana ruchkasini ham birdan ochasiz. Qoshiq paddon temir. Nasiga ulaylikmi? Tangillaydi. Temir. O'zi og'irligidan ham bilinib turibdi. Lekin yoshi 2-3 Monga ham garantiya edi, lekin hech narsa bo'lmadi lekin. Monga ham garantiya bo'lmadi. Uni ishtama bo'lmaydi. Zo'r. Taxtakash bu. Bonus. Taxtakash, bonus. Bonuslarni ko'ryapsizlar. Kim qilib beradi bunaqa bonuslarni? Bu ham bonus. Pichoq nabor ham. Pichoq nabor ham bonus. Tuz nabori ham bonus. Tuz soling, xohlasangiz choy solib qo'ying. Buni ham bonus qilib beraymi? Mana uni ham bonus qilib bering, bo'pti. Uni yangi oldi, ichi ishlataylik. Xo'p. Mana uni ham bonus qilib berasiz, bo'pti. Bonus qilib beramiz. Aytdingiz endi. Buni ham bonus qilib beramiz. Bu ham bonus. Buni ham bonus qilib beramiz. Zo'r. Shunaqa katta mebel olganga bonus, ha, ular? Ha, albatta. Masalan, katta mebel zakaz qilganlarga shu narsalar. Krashinni MDFdan tayyorlaganmiz. Mo'shi, oshna yuvib, polirovka qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Hali bu mebelni ko'ryapsizmi? Bu mebelni uyda egasi ko'rgani yo'q. Uka keling dedi, Quvaga bordik. O'lchang dedi, o'lchadim. Balatini o'lchab oling dedi, balatini o'lchab. Qanaqa qilib berasan, o'z bilib kelavering dedi. Mo gullariga ham aralashgan yo'q. Ha? Chiroyli qilib naqshlarni ham bitta mashinada naqsh qildik. Skromli qildik. Ha. Ruchkani ham shunga moslab oldik. Zo'r bo'pti, zo'r bo'pti. Stolishnisaga moslab granitdan qo'ydik. Ha, bu ham zo'r. 3.8 qalinlik glansivistdan qo'ydik. Odiljon, men telefon qilib turib, shu Vodiy ahli kanalida ko'ring, o'zingiz ishlaysiz deb qo'ying. Yo'q. Surpriz bo'ladimi? Ertaga olib boramiz buni, ertaga surpriz qilamiz. Bo'lmasa o'rganib. Ko'rar endi akamiz ham internetdan ko'rib telefon qilgan. Ha?
Endi oshxona mebellar kuzatib boradi. Har biriga misol olganki odam uyga kelib 10 kungacha hamma ko'radi. Ko'radi, to'g'ri. Hammaga zakaz qilib qo'yib ham ko'radi. Shu telefon bo'ladi, uka aytadi, mana aksiya nima bo'ladi, akajon. Biz kesib olib kelib bo'ldik, mebelingizni yig'yapmiz endi, boshqa o'zgartirish kirita olmaymiz. Endi odam ko'ngli bo'linadi-da. Shuncha aytyapman, hamma mebelni olib borib o'rnatgunimizgacha internetdan boshini ko'tarmaydi. To'g'ri, to'g'ri. O'zi ko'rmasa ham ayoli ko'radi-da. Ashaqa. Zo'r. Qilsa akamizga ham xudo xolasa narxi oshni bir pagana metrini 4 milliondan qilib berdik. Krashiniyamda 3 kilo sepilgan 4 milliondan bir pagonometr. bir pagana metr 4 milliondan qilib berdik. Smart mo'ka bonus, aytgan barniz to'ka bonus, pichoq qoshiq nabor bonus. Ular hamma yo'q bonus olib ketdi. Zo'r bo'pti lekin. Yaxshilik ishlatsin. Mebelga gap bo'lishi mumkin emas. Bu smart mo'kani o'zi necha pul? Buni o'zi. Misol qiziqqanlarga-da. 790 ming so'mligi ham bor. Bu 1 million 100 ming so'mligi latunligi oshni. 1 million 100 ming so'm. Yaxshi. Bir pagonometri degani, ya'ni mana shu yerdan mana shu yergacha 1 metr bo'lsa, balandligi ham xuddi shunchalik. Mana shu 1 metri shunaqa narx 4 million so'm. Balandligi necha edi Odiljon? 280 balandligi. 280. Uzunligi 6,5 bu chekkaga hali denlik, barniz to'ka, рабочий zona. Eng qizig'i akamiz gazma bitishga qo'ymaydi. Buni yop, ucha gaz bitishga qo'ymayman, keyinchalik qo'yib olish mumkin deb turib, ham poson ham bo'lib qoldi. Oldiga o'stirib, vitishkaga joy qo'shdim. Bu yerdan mana gazga joy. Misol 5 yilmi, 10 yilmi, 4 yilmi keyin misol gaz qo'yib olaman deydigan bo'lsa, boramiz, shunday ochib bersak, qo'yib bersak bo'ladi. Tepalari ham oshna mana. Zo'r. 3 tali polka. Bu yerga ham ancha-muncha narsalar sig'ib ketadi. Ha mana. Hamma ish 3 tadan polka. Materialdan qisish bo'lmagan. Pastlar ham bo'lmaydi. Xo'p, eng qizig'i shanirni ham original shanir qo'yganmiz. Hamma shanir original. Buni ochib bering. Ha, hali chiqadigandanmi? Endi buni uстановка qilish ham osonda. Shunda olib boramizni eshiklab, ponni chiqarib yuboramiz. Ha, o'zi sizlarga ham oson ekan-da. O'zimizga ham oson. Borib qatar yurmaysizlar. Ha, shunda olib borib qo'ygandan keyin necha qo'l ushlaydi-yu. Baribir ish urinmaydi eshik. Addenni bo'ladi-yu. Jicha kraskasi ko'chib qolsa ham bu ishniki bilinib qoladi. Zo'r. Joy-joyiga keladi, qarang, choki ham o'zgargan. Buni hali ligirovka ham qilsa bo'ladimi buni ham? Ha, ligirovkasi ham juda oson. Oson-da. Uyda egasi o'zi ham qilib olsa, tushunmagan odam ham qilib olsa bo'ladi. Borganda tushuntirib beramiz joyini. Xo'p, shu turishini narxi 26 million so'mga quvaga dastavka ustanovkasi mendan bor. 26 million so'm. Endi bu uyni ichiga o'rnab qolsa endi o'ta vahima bo'lib ketadi. O'ta vahima bo'lib, o'ta go'zal turadi bu narsa. Zichlarni o'lchanganda bo'laman. Tor joyga hamchi, oshda misol mana 3 metrmi? 3 metr joyga to'liq 3 metr mebel qilingda, xuddi 4.5 ga o'xshab ketadi. To'g'ri. Mo'yam hozir 3.5 metrlik narsa kichkinaga o'xshayaptimi? Joyiga borib ko'rgandan keyin vahima bo'lib ketadi bu. Vahima bo'lib ketadi, to'g'ri. Xo'p, bu mebelni ham ko'rsataylikmi? Burchak shaklida qilingan, G shaklida. Ichkarida ham burchakni ko'rdik-ku, endi bu jicha kichkinaroq ekan. Bu 2 etajligi, u 3 etajligi. Bu 2 etajligi, bu tarafi 1.5 metr, bu tarafi 2.5 metr. Xo'p. Bu joyda mana duxovka. Bu ham zakazmi, Odiljon? Yo'q, bozorga tayyorladik, sotaveramiz har do'risi. Zo'r. Vitishka, gaz plita, bu yerda mana mo'yka, simisitel, sushulka. Endi bu yerga g'aladon tushira olmadik. Shuning uchun bu yoqqa qo'ydik, bu yerda mana qo'shpadon solib qo'ydik. Mana sertifikati bor qo'shpadon. Glansiy stalishnici 206 lik. Noshkalarni ocha noshka qilganmiz. Xo'p. Bir pagonometrini 2 million 300 ming so'mdan yasab beraveramiz. 2 million 300 ming so'mdan. Bu joyga mana gaz bilan solgan shkaf, tepalari ochiq polkali, ko'pgina chuqur. Juda ham go'zal. Bu mana modelimizning narxi, Odiljon. Narxi bir pagonometri 2 million 300 ming so'mdan qilib beraman. 2 million 200 mingdan qilib beraveraman siz nomingizga. Shuni gapiring, bo'pti, mashinga bir gapiringchi, bir arzonroq qilib gapiringchi. Zo'r qarsa sizga like deversin obunachilar. 7 million. 7 million? Nimasi ichida bonus? Mo'yka, gran sushulka, qo'shpadon. Kamaytiring.
Odiljon. Akril Bitta material, stalishniy ham rossiyskiy glansovistdan qo'ydi yoshni. Bitta ayting deganingizga 7 millionga topolmaydim. Granitini ham ko'rib qo'ying. Graniti ham 120 ekan. Bo'pti endi bitta mashina qilib bering, bitta ham. Yo'q, ko'pchilik aytadi, bo'pti, telefon qilaveringlar, yana kelishtirib beradi. Misol bitta desam, yana boshqasi telefon qilib turib ham, "Maynaqa narxdan berasiz" deb oladi-da. To'g'ri, siz ham o'ylash kerak. Albatta. Yaxshi, 7 million so'm qilib beramiz. qilib beraverasiz. Balandligi 225, bu tarafi 1,5, bu tarafi 2,5. Общийsi 4 metr bo'lyaptimi shunda? 4 metrga kim qilib beradi 7 millionga? Oshna o'ylangchi, o'zingiz misol obzor qilib yuribsiz. To'g'ri oshna. Malades. Kam bo'lmay Odiljon. Hash joyga Yangi posonimiz oshna, xudo xolasa bozorga vitrina tayyorladik oshna. Yangicha ishimiz. Xudo xolasa profilli kamyonli oynalarni qildik. Bu ham sotilaveradi har doim bo'lsa. Sotaveramiz. Mashina terib qo'ysanglar, qaranglar mana. Ayollar ham qila olmaydigan dizaynni oshxona mebelchilar mana chiroyli qilib qo'yadi. Bozorda yurib ham hayron qolaman. Bu qarang mana bagimalarni eng kattasini qo'yib, mana qilib jup-jup qilib qo'yib qo'ygan. Ha, Odiljon. Qoplaysiz. Odamlar nima qilib bo'lsa ham qiziqtirib pulini olish kerak-ku deydi. Yo endi hali qiziqtirishda yaxshi-da, misol o'zi ham chiroyli turibdi, juda ham. Eng qizig'i mo'ykasi xohlaganlarga o'ng tomonga, xohlaganlarga chap tarafga qo'yib beramiz. Ikki tarafda ham mana sushulkaga joy qo'yganmiz. Agar meni mo'ykam nari tarafga tushadi desa, shuni olib berasiz. Ochingda, mashina shuni olib beraman. Unga ham moslashgan. Juda ham. Eng zo'ri oshna menga qanaqadir o'zi akril ekan, maloshniy rang qanaqadir yoqadi menga. Maloshniy bilan qora bo'lgan juda ham skromniy chiqibdi bu ish ham. Menga yoqdi lekin. Eng qizig'ini vitishkasi ham yaxshisidan qo'yganmiz. Mana duxovkalari bor. Ichida lislari bor. Mashina endi yana bitta Foxis. Yo, Foxis emas. Tushib ketmaydimi? Mana tushadi. Bo'ldimi endi? Ha, yoqib turib. Qo'y. Bo'ldi, o'chirib qo'yaylik. Ko'rdi obunachilar, ko'rdinglarmi? Qadrli obunachilar, juda ham zo'r ekan. Yomon tortaverar ekan-a? Dog'zi tortishlari behijolat. Bu oxirigacha shunaqa tortamikin? Yo, misol Eshikda ham ochdi mana, qo'yvaring-da eshikni. Mash holatda misol vakuum yo'q, mana bu yerda havo turibdi, to'g'rimi? Havo aylangan. Ma tepalari ham ochiq, ma yonlari ham ochiq. Mash holatda eshikni ko'taryapti. ishlangan. Narvanli naborda, ona letda ham o'ynab. Tepasi ochilmagan ekan hamda, ochilmaganda. Tortishi behijolat. O'ching endi. Zo'r Odiljon. Bu joylarga mana stakan ilgich, sochiq ilgichlarni qo'yganmiz. Mana qosha, pichoqcha naborlari bor. Xohlaganlar mana gullar olib qo'yib qo'ysa, oshxonaga kirsa, ayollarni ishlagisi keladi, chiroyli joy tursa, maza qilib ish qilaman deydi-da. Zo'r, to'g'ri. Bahridil ochiladi, maza qiladi. Nari tarafiga xaladenlik qo'yganmiz. Bu yerda duxovka, gaz, vitichka. Xo'p, narxiga keladi, materialga keladigan bo'lsak, akril material, korpuslari kiranish fon materialdan qilingan. Stolishniy rossiyskiy 2.6 lik glansovistdan qo'yganmiz. 100% rezinoviy kromka. Xohlagan eshigingizni ochib turib, masalan, ochilib ham beraveraman. Mana bu yerda musul paqram bor ekan, qarang. Esimda yo'q. Esingizda yo'q, men ham ko'rib qoldim. Endi aytaman deyapman. Musul paqram. Musul paqrini ham bo'ptana bonusiga qo'yib beraman ekanda. Zo'r. Narxi bo'ladiganini aytaymi? Bir pagona metrini 3 milliondan qilib beraman. 3 milliondan. 3 milliondan qilib beraman. Ruchkalari ham temir ruchka, plastmassa emas. Original turetskiy ruchka mana. Zo'r endi Odiljon, kam bo'lmang. Xalq xizmatidan charchamang Odiljon. Qadrli obunachilar, Odiljonda telefon nomerlarini qoldiraman. Xudo xolasa chiroyli qilib, zo'r qilib ishlarini xalqqa chiqarasizlar. Qilib berasiz. Qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Mana ish juda ham yoqdi lekin. Mayli, Odiljon, ma'lumotlar uchun rahmat. Xudo xolasa ko'rishguncha. Albatta, xudo xolasa. Sizlar bilan ham xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'lingizlar.